Yashnobod metroni yonginasidan kvartira so'raganlarga hozir bitta zo'r variant ko'rsataman. Lesinova 4-kvartalda bu kvartiramizda 2-etajda joylashgan, 4 xona bo'ladi. Sanuzellari razdельный, mana alohida qilingan. Bu yerda bitta kladovka ham bor ekan. Bu yoq taraf oshxonasi bo'ladi. Remontlari ham yaxshi holatda ekan. Mebel texnikalarini bir 70% ni tashab ketishar ekan. Bu yerda bitta katta zal bor, mana. Ham stol-stullar ham hammasi qoladi. Ikkita spanli, bitta detskiy, umumiy hisobda 4 xonadan iborat bo'ladi 84 kvadratga. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiya muammo yo'q. Infratuzilmalari juda ham zo'r. Yashnobod metro bekatini shundoq ro'parasida joylashgan. Atrofda yana Baraka market, 3 ta maktab, 3 ta bog'cha, korzinka joylashgan. Bu kvartiramizda 100 mingga baraka bo'lgan ekan. Ma'lum bir sabablarga ko'ra baraka qaytgan ekan. Bizdan so'rashdi, "Aka, nech pulga qo'ysak tez sotilib ketadi?" dedilar. O'zi lokatsiya zo'r, ko'rasizlar. Kvartiramiz ham, remontlari ham yaxshi, shunday kirib yashaydigan holatda 70% mebel texnikasini ham tashab ketadi. Eng zo'r joyi metroning yonida 2-qavatdaligi. Keyin 89500 ga qo'ysak, xudo xolasa baraka bo'lib ketadi dedim, lekin narxi zo'r, joy zo'r. Siraz sotib oladigan joyi, pul bo'lsa pul tikib yuborsa bo'ladigan ham joyi. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi. Shunaqa narxga mos kvartiralar, uchastkalarni o'tkazib yubormaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz hozir YouTube kanalini ham ochib qo'yganmiz.